Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu psixika ilmidagi boshqalarning huzursizligidan huzurlanishi to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat bilan anglashinglarni umid qilaman. Huzurlanish insonlarni hayajonga soladigan omil bo'lib, u qo'rqish, andish qilish, ko'ngli yerim bo'lish, ichi og'rish, hissdoshlik qilish qatorliq tuyg'ularga nisbatan tabiiy va oson yuz beradigan hodisa. Masalan, biz birisi ishtiniga qahva to'kayotganda yoki teyilib ketib, yiqilib tushgan vaqtida ixtiyorsiz kulib solamiz. Biroq biz normalda birisi putini sundirib olsa, u chaqda ahvolga qarab inkos qaytaramiz. Psixologiya ilmida ko'p tillarda ayni germanchasi bo'yicha qo'llanib kelgan Schadenfreude degan bir atalg'u bo'lib, uning ma'nosi boshqalar peshkanlikka uchirganda, mag'lub bo'lganda, o'sal holga tushib qolganda, azoblanganda, qayg'u va hasrat chekkanda uningdan huzur ilish, ko'ngli rohat tepish degan ma'noni bildiradigan bo'lib, mundaqcha aytgan vaqtida u hissdoshlikning kam bo'lishidan iboratdir. Bu rasmda shu Schadenfreude degan atalg'u nihoyatda yaxshi tushuntirilgan bo'lib, rasmda ko'rayotganimizdagidek, birisi yana birisining yuragiga pichoq sanjigan vaqtida mingida, ya'ni shu hissdoshlikni qo'zg'aydigan moddaninki kam bo'lishi va bu pichoq sanchiquvchiga bo'lgan mukofotlash tuyg'usiningki yuqori bo'lishi sababidan shu Schadenfreude deb atalgan shu psixologiyadagi hodisa paydo bo'lganligini bu rasmda nihoyat yaxshi tushuntirib bergan. Ba'zilar bu Schadenfreude'ning insonlarning tabiatida tabiiy mavjud bo'lgan bir xohish deb qaraydigan bo'lib, muhim bo'lgani insonlarning huzurlanish bilan hissdoshlik qilishni qandoq tangpinglashtirish masalasidir. Ya'ni agarda bizda hissdoshlik kam bo'lgan vaqtida qarshi taraf bilan bizning munosabatimizningki qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni bizning qarshi tarafga qandoq qaraydiganligimizdan qat'iy nazar, agar qarshi taraf peshkanlikka uchirgan vaqtida, mag'lub bo'lgan vaqtida biz ularning mag'lubiyatidan, peshkanlikka uchirdidan huzur ilishimiz mumkin. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida o'zimizningki ularning o'rnida bo'lib, shu peshkanlikka, shu mag'lubiyatga uchirmaganligidan faxrlanishimiz mumkin. Bu bir xil benormal hodisa bo'lib, bu davomliq ochiq oshkora yuz berishi notayin, ba'zida ochiq oshkora yuz bersa, ba'zida yoshirin yuz berishi mumkin. Albatta, agarda qarshi taraf biz bilan dushmanlashgan bo'lsa yoki biz ularni dushman deb qaragan bo'lsak, ular peshkanlik uchirganda mag'lub bo'lgan vaqtida ularning mag'lubiyatidan huzurlanish ko'pincha insonlarda bo'ladigan tabiiy hodisa. Undaqda boshqalar peshkanlikka uchirganda, mag'lub bo'lganda, o'sal holga tushib qolganda, azoblanganda, qayg'u hasratga chekkanda siz uningga hissdoshlik qilamsiz yoki uningdan huzurlanamsiz? Albatta, buningga o'xshamagan odamning bergan javobi o'xshash emas. Agar men yuqori deb o'tgandagidek, bu odam qarshi taraf bilan dushmanlashgan bo'lsa yoki qarshi tarafni dushman deb to'nigan bo'lsa, u vaqtida u inson uchirgan peshkanlikdan, mag'lubiyatdan, qayg'u hasratdan balkim faxrlanishi mumkin. Agarda
u inson o'ziniki do'sti yoki yaqini bo'lsa, u vaqtida u inson uchirgan mag'lubiyatga va qayg'u hasratga balkim yizdoshlik qilishi mumkin. Bu shu inson bilan qarshi tarafniki munosabatiga bog'liq. Albatta, bu munosabat ayirmay, ya'ni qarshi tarafniki qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, agarda qarshi taraf mag'lubiyatga uchirgan vaqtida, peshkanlikka uchirgan vaqtida, mag'lub bo'lgan vaqtida yoki qayg'u hasrat to'lgan vaqtida agar biz uningdan huzur olsak, bu bizdagi psixikadagi benormallikdan derak berdi. Bu mushu Germaniyadagi psixika olimlarininki bu jihatda ilib borgan tadqiqot natijasi bo'lib, bu rasmda ko'rayotganimizdagidek, agarda biz mushu qarshi tarafni yaxshi ko'rmaganimizda, ya'ni qarshi tarafni o'zimizga dushman deb qaraganimizda, bu Schadenfreude deganninki yuqori bo'ladiganligi, ya'ni sol tarafdagi qora rangliki mush qarshi tarafni yaxshi ko'rmagandiki Freudniki yuqori bo'ladiganligi, anandan keyin o'ng tarafdagi oq ranglik agar biz qarshi tarafni yaxshi ko'rgan vaqtimizda uningga bo'lgan hissdoshligimizniki yuqori bo'ladiganligini ko'rsatib bergan. Yuqoridagi tadqiqot natijasida ko'rganimizdek, boshqalar peshkanlikka uchirganda, mag'lub bo'lganda, o'sal holga tushib qolganda, azoblanganda, qayg'u, hasrat chekkanda bizning hissdoshlik qilishimiz yoki huzurlanishimiz bizning his tuyg'umizga bog'liq. Agar biz qarshi tarafni yaxshi ko'rmasak, uni dushman deb bilsak, uningga hasad qilsak, qizg'ansak, ular peshkanlikka uchirganda, mag'lub bo'lgan vaqtda yoki qayg'u, hasratga to'lgan vaqtida biz uningdan huzur olishimiz mumkin. Agar biz qarshi tarafni yaxshi ko'rsak, uni dushman deb ko'rmasak, uningga hasad qilmasak, qizg'anmasak, ular mag'lub bo'lganda yoki peshkanlik uchirganda biz ularninki peshkanligi va mag'lubiyatiga hissdoshlik qilishimiz mumkin. Agarda biz qarshi tarafninki kim bo'lishidan qat'iy nazar ular uchirgan mag'lubiyat yoki peshkanlikka, qayg'u hasratga bir xil huzurlanish tuyg'usida bo'lsak, u vaqtida bu bizning psixikamizdagi benormallik hisoblanadi. İnsanlarning qandaq ahvolda huzurlanishi, qandaq ahvolda hissdoshlik qilishiga ta'sir ko'rsatadigan u his tuyg'u insonlarning o'sib yetilgan oiladagi sevgi, muhabbatga, ijtimoiy jamiyatdagi barobarlik va adolat ahvoliga, insonlarning jamiyatdagi o'rniga, o'tmishdagi kechirmishlariga, yo'liqqan adolatsizligiga, boshqalarning o'ziga bo'lgan pozitsiyasiga, o'ziga bo'lgan ishonchisiga va ruhiy sog'lomligiga bog'liq. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida bir inson o'tmishda yetarlik sevgi, muhabbatga erisholmagan vaqtida yoki jamiyatda har doim adolatsizlikka uchragan vaqtida yoki boshqalar tarafidan bo'zaq qilingan vaqtida, kamsitishga uchragan vaqtida bu xil odamlarninki ruhiy psixikasida benormallik yuz berib, qarshi tarafning qanday bo'lishidan qat'iy nazar yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar ular peshkanlikka uchragan vaqtida, mag'lub bo'lgan vaqtida bir xil huzurlanish tuyg'usiga keladi. Yoki bo'lmasa boshqalarni qasddan mag'lub qilish yoki boshqalarga o'rko'lab ularni peshkanlikka uchrashtirish orqali o'zininki ruhiy jihatdagi tangpongligiga yetishga tirishadi. Bugungi bu qisqa leksiyani mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Agar qarindoshlarninki bu vaqtda so'raydigan savollari bo'lsa, menga ayrim yo'llasa, yoki bu vaqtda texmo ko'p leksiyalarni anglashga qiziqsa, men keyingi leksiyalarimda bu haqda tafsili to'xtalishim mumkin. Bugun mushu yerda to'xtatmoqchi. Hammanglarninki
Anlığınlarga köptün köp rahmat. Xeyri xoş. Kelaqtım körşeyle. Xudoga amanat.